siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Ben qarindishinglar Nabijalla. Bugungi programmamizda sizlar bilan shu yaqinqi kunlarda İstanbul'daki ota-onalari jazo lagerida urug' tuqqanlari bo'lgan qarindoshlarimizning 14 avgust İstanbul'daki Xitoy konsulxonasining oldida qilgan namoyishi 17 avgust Taksim maydonida bexatir suratga tushish bilan bu yerda shu yerning amalli qo'g'duvchisi yoki soqchilar tarafidan maykasini ta'tirga yegizish ahvollariga duch kelgandan keyin bu ahvollar İstanbul'daki har xil ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan bo'ldi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zining urug' tuqqanlarining davosini har xil shaklda qilayotgan bir turkum yoshlar o'zligidan tashkillanib öz bir şekilde küçük ko'lamli şekilde şu devletin kanununa, insanlara rioya qilgan şekilde bir o'zining noroziligini mayli Xitoy konsulxonasining oldida olsun, mayli İstanbul'ning merkezlik rayonlarida shu yerning qonun qoidasiga rioya qilgan şekilde ifodalash bu haqliq. Bu qo'llashga, bu yordamga, bu taqdirlashga tegishli ishlar asli. Severlik sizning qilsin. Qanday qilgan bo'lsa, bir şekilde u bolaning maykalarini ta'tirga yegizishi bir xatolik. Endi buni bir şekilde bunun xatoligini tushuntirish, buni ifodalash, buni sosyal medialar orqali buni Türk xalqiga bir tushuntirish bu haq huquqi. İfodalash tegishli haq huquqning ichida. Bu yerda nerede Türkiye hükümetiga olsun, nerede Türk soqchilariga olsun, nerede bir yanın qonun intizomlariga har xil shaklda bir hurmatsizlik qilish yoki bo'lmasa qarshi chiqish yoki mana shaklga narsalar yo'q. Buningdimi biz faqat uni bu hukumat o'rlashtirgan, hukumat Uyg'urning ovozini bo'ldi, hukumat Uyg'urning bir shaklda ifodalash shaklini qisdi demaymiz. 5-5 barmoq o'xshamaganga o'xshash. Bir şekildeki bir soqchining, bir ma'mur begning yoki bo'lmasa bir Taksim rayonidagi soqchi idorasining qilgan ishi bilan butun davlat bizni cheklayotidi yoki bo'lmasa qarshi turyotidi degan nuqtaga hech kim kelmaydi. Faqat shu yerdagi bo'lgan ahvolni manda qildi, bukun soqchi biz manda bo'ldik. Endi bu bizning keyish haqqimiz yo'qmi? Bu tuqqanlarimizni biz bir maykaga besib bu tuqqanlarimizga bir şekilde bunu Türk halkı olsun, yoki sherdagi bir insonlar olsun, yoki bo'lmasa bir şekilde uygun şekilde onu ifodalash haqqimiz yo'qmi deb uningga bir tepkisini bildirish, uningga bir şekilde itiroz bildirish bundan huquq. Shunga o'xshagan şekilde bir yerda qandaqdir buni sosyal medyalarda buni tukishga egilish, tartibga egilish, qandaqdir Türkiye hükümetiga besim qilganlik, Türkiye'nin bizga qilgan yaxshiligini bilmay qilib qolganligimiz degan nuqtani sharhlamaydi qarindoshlar. Onun uchun bu yerdagi xato tushunish, xato ifodalash bo'lib qolmasin. Men bir o'zimga loyiq bir ish qilib boqaychi, uyda bunimi qildim, animi qildim, manima qilib boqaychi, bir qonun xilof bo'lmagan shaklda bir ishni qilib boqsam, nima bo'pti degichlarni biz chavakchilab qo'llashimiz kerak. Ama şu devletning qonun intizomiga, şu devletning bir belgilerimiga yoki hukumatga mandaq bir şekilde qarshilik qilib qolsa, uni hech qachon qo'llamaymiz. Biz bir 8 qarindishimizning yoniga Taksim maydoniga birga boramidik. 11 qarindishimizning yoniga konsulxona chiqqan vaqtida soni az bir şekilde o'zlari o'ylashib chiqibdi. Uning yoniga boramidik. Ama biz siz bilan biz yiroqda ekanmiz, ovoz qo'shamoqdik. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bununla nispeten avazımızı bildirişimiz, inkasımızı bildirişimiz, qandaqdir birisini tillash, ani aq qildi, mani ko'p qildi, yoki teşkilat onu qilamadı, bunu qilamadı degan nuqtadan emas.
Muşu qarindoshlarimiz tarqatgan videolarini ham bahirlash, buni taqtish. Chunki har kimning do'stlik chambarigidagi odam soni o'xshamaydi. Bu odam sonining turi o'xshamaydi. Masalan, nurg'un qarindoshlarimiz har millatdan bor. Turkmi bo'lishi mumkin, arabmi bo'lishi mumkin, boshqa chet elliklar bo'lishi mumkin. Ammo biznikida unda bo'lmasligi mumkin. Xos Uyg'urni jig'ilgan bo'lishimiz mumkin. Shaxsan men Uyg'urni jig'ilgan. Chet elliklar oz. Demak, o'xshamagan chambarikimizga do'stlik bilan buni taqtishimiz hammamizning qo'ldan kelgan ish. Ammo buningga sukut qilishning o'zi hamda nimaga sukut qildik, uni men bilamadim. Agar bir kunda biz 50-60imiz o'xshash bir shakldagi narsani taqasak, u shu kundagi kun tartib keladi. İşenmisanız sınap baksanız oldu. Her kıtım emas 50-60 adam mayli Twitter'da, mayli Facebook'ta, mayli WhatsApp'ta o'xshagan mazmundagi, masalan bugun Müştaksimda bo'lgan voqealikni hammamiz bir şekilde bir vaqtda aqaqadan 1-2 soatning ichida 50-60imiz bir vaqtda paylaşsak, vaqtida u narsa kun tartib bo'ladi. Chunki muxbirlar va bunga diqqat qilayotgan insonlar hozir uchurni nereden aldı desem, ijtimoiy tarmoqlar mayli Facebook olsun, mayli Twitter olsun, mushundaq o'rinlardan bu uchurlarni ilib, anandan keyin unga qarta tafsiliy xabar ishlab taqdi. Biz bu qarindoshlarimizni o'zining maygining ta'diri kelganini qandaqdir o'zining sazoyi bo'lganini oshkorlash emas. Bu o'zining qilgan haqliq bir harakatiga olgan javobini insonlarga bildirish. Biz ma haqliq ishni qilgandik, biz manda haqsiz javobga erishdik deganni bildirish. Boshqalar o'ylaganda qandaqdir o'zini sazoyi qilib olish emas qarindoshlar. Shuning uchun so'z ifodalashda bu qarindoshlarimiz garchi o'zining oila tavobatlarining arzini yoki bo'lmasa o'zining dadini oltayotgan bo'lsa-mu, bu qarindoshlarimizning dadi bütün Şərq Türkistanda izləyətqan şu qarindoshlarımızın ovozi hisoblanadi. Mening nazarimda. Sizning nazaringizda qandaq uni bilmayman. Lekin mening nazarimda mushu bir qarindoshimning o'tirg'i chiqib, "Ey, mening matufqanlarim qani?" deb shu o'tirg'i chiqib, mayli Taksimda bo'lsin, mayli Xitoy konsulxonasining oldida bo'lsin, nada bo'lsa, bir o'zining ovozini shu tuqqanlarga bog'lab turib chiqag'ini, ashadagi 35 million bo'lsin, 40 million bo'lsin, qancha million bo'lsa shu yerdagi izlayotgan xalqimizning ovozi hisoblandi. Qani ma qarindoshlarim degani bilan o'xshash. Demak, abiyam deganimizdek har kim o'zining imkoniyatiga yarasha ish qiladi. Men qilgan ishni boshqa qilolmasin, boshqa qilgan ishni men qilaman. Men o'zimning imkoniyatiga yarasha mishadim shu ekranning oldida mush imkoniyatim yarvagan bo'lsa, men mushunaga yarasha ish qilayotgan bo'lgan bo'lsam, mush ishni qila oldim deydi. Boshqa qarindishimizmi ko'chaga chiqib maykini kiyib, ayna yurib qila olgan bo'lsa, ashum o'zining imkoniga yarasha ish qildi degan. Shuning uchun bu yerda qarindoshlarimiz biz boshqa ishni qilolmasak, qo'limizda barmoqimizda hammamizda aqliy telefonni aytib umumlashib ketaylik. Mushu uning ustiga hammamiz Facebook, mushu Twitter, Instagram, WhatsApp, bu degan narsalarda yaman 6-7 turli qurollarimiz bor. Bu qurollarimizni paylaşib qo'ysak, hech kimga zarari yo'q. Foydasi bo'ladigan zarari yo'q. Uning uchun bu masalada qandaqdir bir kimning ko'nglini og'ritib qo'yamanmi? Qandaqdir u tashkilot qabulab qolamanmi buni paylaşsam? Qandaqdir davlatga qarshi bir ish qilib qo'yamanmi? Biz sizga davlatga qarshi bo'lgan ishni tashabbus qilmaymiz. Hamma ishimiz shu davlatning qaysi davlat tug'amiz shu davlatning qonun doirasida ilib berilishi kerak. Qonunchiga bizga qarshi. Uning uchun bir şekilde qonunliq bo'lgan, bir şekilde ifodalanayotgan, bir şekilde kun tartibga kelayotgan bir masalaga nisbatan sezgirlik ingimiz bilan muomala qilishimizni. Hammamiz to'xtab tura deb vijdon, to'xtab tura ma o'zining shaxsiy ishini qilmadi-da, ma bu millatining, xalqining ovozi bo'ladibdi. Ma 8 bilgan 8 qarindishim o'rnidan dasturibdi. Onun oldida 11 qarindishim dasturibdi ekan. Men buningga chavoq chalay deb o'rmandaq shaklda inkos bildirishimiz kerak. Sukut tutilish, o'ning ishtiga Mirzahmatning ishkan yoki bo'lmasa Javlonning ishkan, uning buning ishkan deb shaxsiyning ish qilib qo'ysak,
vaqtida yaxshi olmaydi qarindoshlar. U shaxsiy ishini qilayotgan qarindoshlarimiz shu ash vatandagi qarindoshlarimizning ovozi bo'layotdi. Buning uchun bundaq bir yaxshi xizmatliga biz o'rnimizdan dasturib ijtimoiy taratqularda olsun bularga ovoz bo'lishimiz kerak. Bularning xizmatiga qo'llab quvvatlashimiz kerak. Yaxshilargacha, yaxshining yinida bo'lib bo'lsincha, yaxshidan huzur elishni bilaylar qarindoshlar. Yaman narsa yaman ishlik tarqilibdi. Bir yerni tillab qo'ygan bo'lsa, mushtabda bir kunda butun dunyoni aylanib chiqdi. Ammo ma yaxshi amaliy shaklda bir 8-10 qarindishimizning o'zining tuqqanlarining kiyimini kiyib chiqqan narsa bugungi sotsial ijtimoiy taratqularda bu shaklda tuvan shaklda turishi yaxshi emas. Şuna mandaq bir şekildeki faaliyetlerini gün tertipke ekleyiş nayet mühim. Ama Gollandiyadaki Abdurrahim Can kardeşimiz mi? Şuna yaxşı şekilde aynı Xitay konsulxanasına kirib özünün davasını şahsi şekilde ifade edildi. Məqsədini deyildi. Meyli Gollandiya axbarat vasıtaları olsun, meyli başqa dünyanın hər qaysı axbarat vasıtaları gün tertipke keləlidi. Bunun da xoşal olduk. Allah razı olsun deyimiz. İstanbul'daki qarindoshlarımızın nimisi bir şekilde çeklimge uçurab qalsa, çeklimge başqalar uçuratsa, texi bizmi texi çeklimge uçuratsak, vaqtida taze yaxşı olmaydı. Şunun üçün başqalarının çeklimge uçurışı iniq. Xitayning ovozi İstanbulda bek yo'g'inab ketdi. Hammamiz bilamiz. Her sohaga qo'l tiqyapti. Xitoy nurg'un pulni tashlab berib, ovozimizni o'chirishga tirishyapti. Chunki İstanbul, Turkiyadagi bir bizning qan qarindoshlarimiz bo'lgan shu qarindoshlarimiz bizning xizmatimizni qo'llab ketib qolsa, Xitoy buningdan nayt cho'ng zarba yeb ketganligini siz bilan bizdan yaxshi biladi. Shunga har xil amallar bilan pul yeydigan, vijdonini, iymonini pulga sotadiganlarni pul bilan, aldaydiganlarni aldash bilan qilib ketib boradi. Shuning uchun biz bo'lsaqmi, biz buning shohidlari, sizning mening tuqqanlarimdan shu lagerda jazo tortyapti. Bu qilgan qarindoshlarimiz siz bilan biz chiqanmabdiq o'ttirga. Har xil cheklama bilan yoki bo'lmasa sharoitimiz to'liq bo'lmay. Chiqqan qarindoshlarimizni nima qo'llayib bermaymiz. Hamma nimaga sukutni tang uni chapan qilib kiyib yursak, toza yaxshi bo'lmaydi. Sukut qildigan yer bor. Sukut qilmaydigan yer bor qarindoshlar. Shunga buni ayirib olsak degan umid bilan bugungi programmani shu yerda oxirlashtirmoq qarindoshlar. Qarindoshlarimiz bu programmamizni, kanallarimizni qo'llab quvvatlashinglarni, hambehrlab taqib qo'yishinglarni, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Buni har qatim ta'kidlashimizga sabab, chunki har qatimda ba'zi qarindoshlarimiz yangi ko'rganligi uchun, ba'zi qarindoshlarimiz bu a'zo bo'lishni yoki bo'lmasa buningga ba'zi bilinmaydi, ba'zi vaqtida buningga sal qarab qoladi. Chunki bu a'zo bo'lgandan keyin bizning har qatim taqatgan programmamiz sizga uchur shaklda keladi. Vaqtida ko'ra olasiz. Baş barmog'ingizni chiqarib qo'ysangiz, bu programmamizning darajasi o'sib mangadi. Ko'rish nisbati yuqorilaydi. Shuning bilan shu deganda biz texnik yangi programmalarni ilhomlanib ishlab har birlariga taqdim qilishga tirishamiz. Hammanglarni Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi.